Bu 100% saqlab qo'yishingiz kerak bo'lgan video. Sizga 1 daqiqa ichida qaysi harf qaysi qoidaga kirishini aytib o'taman. Sukun bilan kelganda tebratiladigan qalqala harflari. Fatha bilan kelganda a emas o o'qiladigan yo'g'on tafxim harflari. Ingichka, ya'ni tarqiq harflari. Jarangsiz, ya'ni hams harflari. Sukunli nun yo'liqqanda nun shu harfga aylanib ketadigan idg'om harflari. Sukunli nun yo'liqqanda nun oddiy o'qiladigan izhor harflari. Sukunli nun yo'liqqanda nun maxrajga berkitib o'qiladigan ixfo harflari. Sukunli nun yo'liqqanda nun mimga aylanib ketadigan iqlob harflari. Agar siz ushbu qoidalarni batafsil va eng oson uslubda o'rganishni istasangiz, izohga plyus qoldiring, sizga kurslarimiz haqida ma'lumot beramiz.